Chansayidagi mashinalarni 25 milliongacha olyotgandik ota. 25 milliongacha olyotgan. Bundan ko'p olayotganimiz yo'q. Instagramdan ko'rib olayotganmiz siz. Ota bo'ladi desangiz 28 million beraman sizga. O'zi 25 gacha olayotgandim ota. Shunda ham bizda 50-55dan shunday olib ketaman deb yotdi. Ha? 50-55dan shunday olib ketaman deb bilyapti mashina. 50-55 ga olayotgan odamimiz bormi ota? Men har minaman deb sotib yesinda Ya, minaman sizdan so'ragan odam bor edimi? Ha, ko'pga so'radi. Bu uni bergim kelgan yo'q edi. Chunki ishlab tur benda o'zi. Shuning uchun. Ota, u pulga ola olmayman-da, jon otaman. Xafa bo'lmang. Endi ularga otajon, men ham o'zimni Ota 30 million beraveraman, beringman mashina. Ota 25 dan ko'p olmayman mashina. Sizdan boshqa olib kelsa 25 dan ko'p olmayman. To'g'ri tushunsangiz, jon ota, pulus kerak emas. 30 million beraveraman, agar ustiga qo'yib sotib olsam, qo'yganimda ham sizga beraman. Menga pulus kerak emas, duo qilib qo'ying bo'ldi. 30 millionga bo'lsa olaman men. So'ramayman lekin ota boshqadan. 2009 g'irt prostoy Nexia. Olmayman o pulga, jon ota. Agar 30 million bo'lsa, ota qolsin olaman. Shunday qiling. Otajon, jon ota, o'zi yordam qildim. Bir so'mdan sizning, menga siz yordam qiling. Yo, men sizga yordam qildim o'zi. Siz sezmayapsiz-da. Balantam deyman boshqa. Aytib ko'raman, ota. Aytib ko'raman. El ko'pki balkim kimdir olar. Menga endi salgina 30 so'ramoqchi edim. Sizdan boshqa kelsa. Ha, ahvolni ko'rib turibsiz. Ahvolingizni ko'rib 30 so'rab, ota. Hech narsa bo'lmaydi. Keling bir aytib ko'raman. Ota, bunday qiling. Qarang, jon ota, pulus kerak emas menga. To'g'ri tushuning. Foydalanmayman. Bunday sizlar odamlardan hech qachon foydalanmaganman, kerak emas. Ota, endi narx-navo sal taylagan paytda, lekin u pullarni aytmang, jon ota. Olmaydi. Hozir u puldan ham pasiya 2015 16 Lux konditsioner Nexia 2 ni radnoyini berib yubordim. 39 million 500 ga. 2015 16 Lux konditsioner ishlaydigan kraskasi yo'g'ini berib yubordim. Ota, hozir savdo bo'ladi. To'g'risida. Jon ota. To'g'ri, kimlardir Eshiting. Ilohim yaxshi bo'lib keting. Ota, foydalanmayman. To'g'ri tushuning. 30 million naqd pulga bering, ota, olaman mashinasini. Keling, bo'lmasa bunday. Tushundim. Ota, 35 deb ham aytib ko'raman, birorta olsin, menga pulus kerak emas. 35 million deb aytib ko'raman, agar kimdir olsin. Xo'p ota, rozi bo'lasiz. Xo'p, akalar, ko'ringlar, 2009 Sony Strambular g'irt prostoy ekspert variant. Ha, gibrid motor. G'irt prostoy, kraskasi, kapoti, petnosi bor, eshiklar passet chiriga ishlangan. Hamma detal o'ziniki turibdi, usletr ham o'ziniki. Bir tomoni sal ko'tarilgan. Endi otaning holatlarini ko'rib turibmiz hammamiz. Men kuchim yetgancha so'rab ko'rdim, 30 milliongacha so'radim, bermadilar. Qisqasi 35 million bo'lsa beraman balam deyaptilar. Bir davolanishimga kerak deyaptilar. İçimizga 35 millionga oluvchi bormi Nexia 2? Kraskasi undan ichiga o'tmagan, hamma detal o'ziniki turibdi. 35 million bo'lsa beraman deyaptilar, mayli deyaptilar. Chiqagan aka, olasizmi? Mashina holati zo'r lekin. Holati yaxshi. Ota qancha yurgandi? 320 ming yurgan. 320 ming yurgan ekan, 320 ming. Metan gazi bor aka. Akalar bormi ichimizga oluvchi 35 millionga? Ota. Endi yolg'on gap Xudoga ham xush kelmaydi. Men o'zim yolg'on gapirgan odamdan qochaman, yolg'on gapni yomon ko'raman, ota. 30 millionga sizdan bo'lganligi uchun olaman, bering. Mayli, ilohim yaxshi bo'lib keting. Jon ota. Otajon, endi sizlarga meni baram olib keldi. Beni hisoblaymisan, meni hech so'mayapti. Mek, qo'lni bering. Mek. Xo'p, ota, 32 million pul olasiz. Faqat qiynamang, jon ota.
mayli men ko'targanda sotishga harakat qilib ko'raman. To'g'ri tushuning, bir duo berib qo'yasiz ota. Hali ham duoni beraman. Ota eshiting. Olmayman, birovdan olmayman bu narxga. Ko'rib boring. 32 ga men 14-13larni olaman-da. Sizdan olaman men. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman, faqat rozi bo'lib bering, jon ota. Masalan, benim bu yerda ahal kang shunchaki mayli siz. 32 million beraman deyapman, ota. 25 million beraman demadim sizga, ota. 32 million beraman dedim. Ko'ngli sotgani kelgan bo'lsangiz bering. Endi undan ag'ay, lekin yura olmayman, jon ota. Yurishga yo'l yo'q menga. Lekin 32 million olmayman. Hech kimdan olmayman 2009 Nexia 2 ni. Sizdan olyapman, jon ota. To'g'ri tushunsangiz-gina bering. Hozir bo'lib bering. Soatga borib ko'rmagan ekanman, tushunmagan ekanman bozorda. Nevarasizmi bu yigit? Siz nevaralarmisiz? Kim nevarasi? Keling, bunday keling. Nurbek. Nurbek deyaptilar, Nurbek. Nurbek ham bor nevarasi. Siz ham keling. Ne, Nurbekni chaqir Nurbek. O Nurbek aka, keling. Mana bevosiyga. Keling qani. Nevaralarimisiz? Qarang. Texnikadan xabarlar. Nurbek aka, siz texnikadan xabaringiz bor. Shunday mashinada 25 dan baland olmaganman. Bitta kuning otani holatini ko'rdim. 32 million naqd pul berib yuboraman, beringlar olib qolaman. Bitta gapda. Akmal aka hozir men yuzimni ta'minlatdi, telefonda ko'p gaplashganman-da. O'shancha men sizga uyda aytdim boya, ishlaganimiz Akmal aka, boshqa narsa yo'q. Bu faqat bersangiz, rozi bo'lib bering, oldim baraka topsin-da. Bitta baraka topadi. Akmal aka hozir normal so'rab bu. Shuning uchun barakani borku, o'ylamay beravering. Bitta duo berib, baraka berib keting. Endi uzoq o'tirolmaysiz bu. Siz ham uyga olib ketay bu. Men hujjat qilib. Men Toshkentga qaytishim kerak. Mamani olib kelganman. Bitta barakani bering. Ota, rozi bo'lib bering. Roziman. Rozimisiz? Bitta duo bering. Ota. Amin. Allohim ishingizga baraka bersin. Bola chaqangizni huzurini ko'rdiring. To'y tomoshalarda bosh o'ziringizlar kelin bilan. Qani shu savdo masalan orqasidan bir ikki so'm topgan pullaringizni to'y tomoshaga ishlating. Olgan odam baraka topsin. Endi o'zim barakali odamman, nasib qilsa hech qiynalmaydi. Hamma narsasini mana nevaram o'zi takonib qo'ydi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizniki ham ota. Sog' salomat o'ynab kiraveringizlar. Amin. Rozimisiz bu? Rozisiz ha? Xo'p. Yana ham bir obzorini aytaman, agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. 2009 gibrid motor g'irt prostoy. Kraskasi kapotini uchiya pitnosba, eshiklar past churiyga ishlangan ekan. Qolgan joyi radnoy. 32 millionga olindi. Motorlar ochsiz ekan, lekin yaxshi motor deyaptilar. Endi ota aldamaydi endi. Ota o'zi hamma tomonlama gaplashib turibdi hamma yoq bilan. 32 millionga olindi. Akalar oluvchilar bormi ichimizga? Holati zo'r turibdi mashinada. Holati zo'r turibdi lekin. Aka hamma narsasini ko'radi. Motor, balon hamma narsasi. Bormi ichimizga oluvchi 32 millionga akalar? Faqat akalar ishi bor. Analarni, ichiriklarni oldirasizlar, kirlarni. Shunday taxlangan, shunday qolgan. Lekin kirelalarga ham kraska radno kirelasi turibdi. Uni o'zi mavzuga to'g'rilab qo'yganman Akmal aka. Shunday. Qo'ygan. Texpasportda. Bormi oluvchi? Tagida ichirik yo'q aka. Ana boyagi usta bola bor edi, o'sha ola olmadim. O'ydan odam baraka topadi. 2009. Shunday registratsiya qildiring. Bo'ladi to. Bering barakani. Endi ota ko'rib tursinlar, sotganimni deyapman. Aka pul kerak emas deyapman, qo'yib ham sotayotganimni. Farqi 200 ming bering bu. Shunday bering, o'tib dokument qilasiz. Mana ota qayerdan sizniki? Boyterak. Koson. Koson Boyterak. Buncha qo'rq, bayq keling. Berayotgan savolingizni qarang. Mana odamga doktor 2 yil oldin 6 oy o'ylasan degan ekan, 6 oydan keyin degan ekan. Bashoratchi ekan, qarang bu ham. Xudo umrni uzmasa odam yashayveradi. Ishonmasangiz mana namuna. Ota Boyterakdan ekan akam, mashinangizni oldi. Qozoqlidan ekan, Qozoqli. Koson Qozoqli. Mana 200 ming barakasi. Rozi bo'lasiz. Xo'p, shu yigitlar oldi. Mana shu yigit oldi. Bo'ldi. O'zi yaxshi bo'libsiz-ki, momani yangilar yana ketadi bu qiziqishiga ham.
Öyle. Bayağı kızartı vallahi. Orta ama ilenemen desem. Hazırlaşalım. Aman bileyle, aman bileyle. Hop, hop, hop. Çal çabuk.